Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bugun belingiz, mushaklaringiz yoki bo'g'imlaringizda og'riqlar bezovta qilmadimi? Yo'q, og'riyapti-da deysizmi? Uyqusiz tunlar, charchoq, migren, qon bosimining ko'tarilishi qiynayaptimi? Bu muammolarga yechim bor. Tabiat kuchi, nefrit turmalili istadigan gilamchani kutib oling. Shunchaki gilamchani og'riyotgan joyingizga qo'ying. 50 daraja qulay haroratni tanlang va 30 daqiqa yoting. Yumshoq issiqlik tanaga chuqur kirib, mushaklarni yengilligini his qilasiz. Issiqlik og'riqni, yallig'lanishni yengillashtirishi, qon aylanishi va bo'g'imlarni harakatchanligini yaxshilashi hammaga ma'lum. Ammo bu shunchaki issiqlik emas. Bu gilamchadagi tabiiy toshlarni noyob shifobaxsh xususiyatlarini uyg'otadi. Nefrit va turmalin Osiyoda asrlar davomida sog'liqni mustahkamlash va uzoq umr ko'rish uchun ishlatilgan. Xitoyda esa nefrit umuman abadiylik toshi hisoblanadi va o'zining ajoyib shifobaxsh quvvati uchun oltindan ham qimmatroq narxga baholangan. Faqat efir paytida nefrit gilamchaga 50% chegirma amal qiladi. Sizni foydali sovg'a ham kutmoqda. O'tkazib yubormang. Tabiat kuchi gilamchasida 36 ta tabiiy tosh bor. Nefrit va turmalin qizishi orqali toshlar sizga uchta kuchli sog'lomlashtiruvchi texnologiyani taqdim etadi. Infraqizil issiqlik, ionizatsiya va minerallarning shifobaxsh mikroelementlari. Istilganda nefrit go'yo jonlanadi va foydali mikroelementlarni o'zidan chiqaradi. Ular mushaklar va bo'g'imlarni mustahkamlaydi, terini, immunitetni va hatto ayollar va erkaklar salomatligini yaxshilaydi. Turmalin qizdirilganda infraqizil to'lqinlar va manfiy ionlar oqimini hosil qiladi. Va qadimdan ma'lumki, infraqizil to'lqinlari isitish va mushaklar, beldagi og'riqni, spazm va charchoqni bartaraf etishi mumkin. Ionlar esa uyqusizlik va bosh og'rig'ida yordam beradi, qon aylanishini yaxshilaydi va shishlarni kamaytiradi. Past haroratli gilamchada atigi 20 daqiqa yoting, ko'zlaringizni yuming va stress ketayotganini his qiling. Nefrit va turmalin issiqligini asab tizimining bo'shashtirishi va chuqur uyquga yordam berishi, tomirlarning bo'shashishi esa bosimni normallashtirishga yordam beradi. Qadimda Xitoyda imperatorlar nefritdan sog'liqni saqlash maqsadida va uzoq umr ko'rish maqsadida foydalanishgan. Bugun esa ularning siri siz uchun oshkor bo'ldi. Qo'ng'iroq qiling va tabiat kuchi nefrit gilamchasini hoziroq 50% chegirma bilan buyurtma qiling. Salomatligingiz haqida qayg'uring va foydali massajyor apparatni sovg'a sifatida qo'lga kiriting. Sizni mushaklaringiz qanday yoqimli yumshashini tasavvur qiling. Go'yo massajchining tajribali qo'llaridek sizdagi qon aylanishini yaxshilaydi, aql bovar qilmaydigan yengillik hissini beradi. Tezroq qo'ng'iroq qiling. Nefritli gilamchani chegirma bilan buyurtma qiling va sovg'a sifatida tana massajyorini qo'lga kiriting. Soni cheklangan. Stress, qon quyuqligi, bel va mushaklardagi og'riq, shish, spazm, bosh og'rig'i, migren, bosim, uyqusizlik bu muammolar ko'pchilikni qulog'iga tanish, to'g'rimi? Og'ir kunning oxirida dam olish uchun tabiat kuchi nefrit va turmalin gilamchasiga buyurtma bering. Og'riqli joyga nefrit gilamchani joylashtiring. Tabiiy nefrit va turmalin issiqligidan bahramand bo'ling. Hayotingiz qanday o'zgarishini tasavvur qiling. Yaqinlaringizga bunday qimmatli sovg'a berish orqali qanchalik quvonch baxsh etayotgan bo'lasiz, bilasizmi? Qo'ng'iroq qiling va tabiat kuchi nefritli gilamchani 50% chegirma bilan buyurtma qiling. Narxlar juda hamyonbop, lekin bu hali hammasi emas. Hoziroq gilamchaga buyurtma bering va qo'l massajyoriga ega bo'ling. Bu esa qon aylanishini yaxshilash uchun zo'r sovg'a. Gilamchalar va sovg'alar tugashini kutmang. Aksiya amalda ekan, hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering.